Man yaqin kunlarda sotib olishni rejalashtirayotgan narsalarim. Birinchisi bu aerogrill. Aerogrillda har qanaqa narsa 15-20 minutda juda ham tez pishadi. Bu degani ishingizni 2-3 martaga tezlashtiradi. Aerogrillda siz yog' ishlatmagan holatda ovqatlar pishirsangiz bo'ladi. Keyingi sotib olishni rejalashtirayotgan narsam bu aylanadigan shotkali stayler. Uni to'g'ri nomini bilmadim. Xullas fen shotka. Sochingizni yuvib chiqqandan keyin shu fen bilan ham quritasiz, ham ukladka qilasiz. Ikkita o'qqa bitta quyonda urasiz. Ikkita quyonni bitta o'qda urasiz demoqchi edim. Xullas shunaqa shotka fen olmoqchiman sochimni ukladka qilish uchun. Keyingisi mana bunaqa bo'yanish uchun stol, stul, mebel, xullas. Bu juda ham chiroyli va qulay. Xonani любой joyiga o'zingiz bilan ko'chirib olib o'tsangiz bo'ladi. Kosmetikalaringizni ichiga solib qo'ysangiz bo'ladi. Usti ham yopiladi, ustida xohlasangiz dars qilishingiz mumkin. Xullas har tomonlama puxta o'ylangan mebel ekan, shuning uchun menga juda ham yoqdi va o'zimga sotib olishni plan qilib qo'ydim. Xo'sh, sizchi olmoqchi bo'lgan narsalaringizni oldindan plan qilib olasizmi yoki impulsiv xaridlarni yaxshi ko'rasizmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.